Sizdan kichik iltimos. Maqsadimiz sizga eng amaliy ko'nikmalarni yetkazish. Agar bu video sizga hech bo'lmasa 1% yordam bergan bo'lsa, obuna tugmasini bosib qo'ying. Bu siz uchun tekin, biz uchun esa juda ham katta motivatsiya. Hammaga assalomu alaykum, Finikon tinglovchilari. Bugun navbatdagi 22-epizodimizdagi mehmon Ergash aka Rajabov. Yaponiyadagi Amazondagi finance managerdan. Xo'p, assalomu alaykum Ergash aka. Avvalambor intervyuga rozi bo'lganingiz uchun juda ham katta rahmat. Alaykum assalom Oybek, chaqirganingiz uchun xursandman. Katta rahmat. Va boshdan tanishib olish uchun iloji bormi o'zingiz kasbingiz haqida hozirgi ozgina ma'lumot bersangiz qisqa? Albatta, hozirgi kunda Amazonda finance manager bo'lib ishlab kelyapman. Yaqinda 2 yil bo'ladi kirganimga. Amazon deganda tushunish mumkin, juda katta har xil bizneslar qilishadi. Amazonda ichida aynan shu applicationda ko'radigan, olib turib sotadigan biznes qismi biz retail deymiz, shu e-commerce hammamiz biladigan. O'sha qismida bitta business unitga, bitta alohida kategoriyaga qarab kelaman. Shu yerda asosan kichkina CFO desangiz ham bo'ladi. Polnishda accountingdan ham qarab, bu yoqdagi keyin plan qilishadi. 3 yillik, 1 yillik o'shalarni monthly closing va hokazo. Managementga reportlar tayyorlash, o'shanaqa ishlar bo'yicha ishlab kelyapmiz Amazonda. Tushundim, katta rahmat. Va ozgina background haqida savol bermoqchi edim. Masalan, sizda LinkedInda ko'rgandim, Yaponiyaga boshida MBA ga kelgan ekansiz. Yaponiya xalqaro universitetiga. Va mendagi savol, MBA deganda ko'pchilik qanaqadir boshqa Amerika, AQShni yoki Yevropa yoki shunga o'xshagan davlatlarni tushunadi yoki qaysidir unda sizga nima sabab bo'ldiki, aynan Yaponiyadagi va International University'ni tanlashga? Va Yaponiyadagi nima sizni tortdi, boshqacha qilib aytganda? Juda yaxshi savol. Asosan birinchi sabablardan bittasi, birinchi scholarship menda imkoniyati bo'lgan, 100% o'qib bergan, undan keyin yashashimga ham moliyaviy jihatdan yordam bergan. O'shanda polnisda ishlashni o'ylamasdan o'qishga fokus qila olishim uchun juda katta imkoniyat bo'lgan. O'sha asosiy sabab deb o'ylayman. Ikkinchi sababi Amerikaga masalan borish imkoniyati bo'lgan. U yoqqa borsangiz faqat bitta til, bitta angliski bo'yicha ketasiz. Yaponiya o'ziga yarasha Yaponiyaga kelsangiz, o'qishlar hammasi ingliz tilida edi. Va bir vaqt o'zida yapon tilini o'rganishga ham imkoniyat bo'lgani uchun, boshqacha kultura bo'lgani uchun Yaponiyani kelish qiziq bo'lib turib, shu yerda MBA ni tanlaganman va 2 yil o'qiganman, 2014-yildan 16-yilgacha. Tushundim. Shu paytda MBA ni o'ziga ham savol tug'iladi. Ko'pchilik masalan MBA ni aynan keyingi ish uchun, faqat networking uchun tushunadi yoki ko'pchilik esa aynan MBA ni ko'proq o'sha technical skilllarni olish uchun. Sizda bu qanaqa o'ynagan? Ya'ni Yaponiyadagi MBA sizga networking uchun ko'proq yordam berganmi yoki o'sha tech skill uchunmi? Ancha ikkalasi deb o'ylayman. Networking jihatidan aytadigan bo'lsam, o'sha yerda ham aynan Yaponiya xalqaro International University of Japan deyishadi. O'sha yerda har xil joydan kelgan studentlar bilan tanishganman, o'rtoq bo'lganman. O'sha yerda ham socialize qilib hayotni o'rganganman. Xullas o'sha tarafdan juda foydali bo'lgan deb o'ylayman. Hozir ham o'sha o'rtoqlarim bilan aloqadaman, uchrashib turamiz Tokioda, o'shanaqa har xil joylarda ishlashadi. Ikkinchi tarafdan bir vaqt o'zida u yoqdan men bakalavrda o'qib turib, 1 yildan keyin sirazi kelganman. O'shani hisobiga bilimlarim joyida bo'lgan payti bu yerda davom ettirishga ham asosiy imkoniyat bo'ldi deb o'ylayman. Polnisda fokus qilib turib, o'zim xohlagan narsaga ertalabdan kechgacha o'rganishga imkoniyat bo'ldi deb o'ylayman. Lekin hozir o'sha vaqtga qaytib turib yoki hozir o'sha paytda MBA o'qimay, hozir o'qiganimda menimcha asosan networking uchun bo'lardi deb o'ylayman. Endi yosh o'tgandan keyin asosan tajribalarda ishdan olishadi odamlar. Menda ham shunaqa bo'lgan. Keyinchalik networking juda muhim deb o'ylayman. O'sha paytda juda asqotadi deb o'ylayman. Va aynan o'sha MBAdagi masalan meni qiziqtirgan bitta savol. Siz MBAdan keyin birinchi qilgan ishingiz o'sha Science Health'dagi financial analyst bo'ldi. Ya'ni o'sha MBAdan turib financial analystgacha bo'lgan ish qidirish, job hunting protsessi qanaqa bo'lgan siz? Ayniqsa Yaponiyada, chunki yapon tili juda ham kerak, ayniqsa financial analyst bo'lish uchun. Endi bu hamma protsess siz uchun qanaqa bo'lgan? Boshida
Yaponiyada o'zingiz bilganingizdek, o'zingiz ham Yaponiyada student ekansiz. Yapon tilisiz boshida ish topish juda qiyin. O'shaning uchun boshida menda ham biroz vaqt ketgan, qiyinchiliklar bo'lgan, o'ziga yarasha yapon tilini o'rganishga majbur bo'lganmiz, ilojimiz yo'q, viza kerak va hokazo. Menda asosan mani strategiyam shunaqa bo'lganki, o'qishlar o'z yo'liga asosan, masalan, o'sha paytda energiyamni hisoblaydigan bo'lsak, o'shani bir 65-70% o'qishlarga nima qiladigan bo'lsam, birinchi kursimda o'sha 30-35% yapon tilini o'rganishga bag'ishlaganman. Keyin ikkinchi kursga borib turib, yapon tilimga yanada ko'proq urg'u berganman. Narigi fanlarimdan orqada qolmaganimni tushungandan keyin asosan yapon tiliga urg'u berib, ish topishga harakat qilganman. O'sha yapon tilini bilgani menimcha ish topishimga juda yordam bergan deb o'ylayman. Keyin undan ham tashqari, menimcha o'sha paytlari MBAdan keyin CFA imtihonini o'qib berardim. O'shani birinchi levelda o'tganim adashmasam o'sha paytlari, o'sha ham ishga kirishim juda foyda bergan deb o'ylayman. O'shanday bo'lgan. Menda ham o'z CFA ga doir alohida savollarim bor hali. Chunki men ham hozir CFA level 1 uchun kandidatman kelayotgan avgustgacha. Xo'p, lekin ungacha hozir meni qiziqtirayotgan narsa, masalan, siz o'shandan keyingi birinchi ishingizda o'sha kontrakt bo'yicha hakkin bo'lib, permanent emas. O'sha narsa meni ozgina qiziqtirdi. Ya'ni unda qanaqa farqi bor ediki? Chunki ko'pchilikni eshitganman, qanaqadir kontraktda ishlasa, o'sha ozgina boshqacharoq permanentdan ko'ra, chunki u doimiy bo'lmaydi yoki keyingi marta kontraktni olish savol ostida bo'ladi degan. Shunaqa, kontrakt asosida ishlasangiz, doimiy ishchidan farqi uni belgilangan muddati bo'ladi. 1 yilga tuziladi asosan. Doimiy bo'lsa, uni tugaydigan vaqti belgilanmaydi. Birinchi, masalan, men o'zim tushunishim bo'yicha ikkita maqsadda tuzishadi. Birinchidan, o'sha odam vaqtinchalik ishga kerak, keyinchalik o'sha kompaniya ham bemalol bo'lib turib, o'sha odamga bo'ldi bizga kerak emasdan deb yuborishi mumkin. Ikkinchidan, o'sha kompaniyalar o'sha odamga doimiyga o'tkazishdan oldin kompaniyani o'zini policy deyiladi, o'zini ichki qonun qoidasiga ko'ra birinchi yili kontrakt qilib olamiz deydi. O'sha sinov muddati hisoblanib turib, o'shandan keyin doimiyga o'tish imkoni bo'ladi. Menda shunaqa boshlaganman, menda ikkinchisiga to'g'ri kelgan. Kontraktni boshida berib turib, meni ham sinov bo'lgan, bir-birimizni nima qilishga, keyin davom ettirishga. Menda shu 1 yil tugagandan keyin men o'zim xohishim bilan boshqa kompaniyaga o'tib ketganman. Xo'p, menda yana bitta savol esa, sizda keyingi ishlagan kompaniyalaringizda ikkita startup bor, juda ham katta. Bittasi Oyo, ikkinchisi esa Paydi. Paydi menimcha Yaponiyadagi juda ham katta unicornlardan bittasi, eshitishim bo'yicha, va menda qiziqtirayotgan narsa, Science'dan keyin Health, Shikda va Shikdan keyingi startupga qanaqadir allaqachon korporativ madaniyati bor, allaqachon strukturasi bor kompaniyaga emas, qanaqa startupga hali strukturasi bo'lmagan, qaysidir ma'noda backgroundi bo'lmagan va uzoq muddatlik kelajagi hali startup bo'lgani uchun so'roq ostidadir balkim. Ya'ni o'tishingizga sabab nima bo'lgan yoki o'tishingizga motivatsiya nima bo'lgan? Juda qiziq savol. Men Senior'dagi kontraktni 1 yil tugagandan keyin oilaviy sharoitlarim bilan narigi Shik kompaniyasini tanlashga to'g'ri kelgan, ma'lum bir vaziyatlarga ko'ra o'shani tanlab turib, o'shaga borganimda tushunib yetganmanki, u kompaniya kirganman, zahodni tushunib yetganman, nimadir menga tortmayapti, men tushmayapman, o'sha kulturaga tushish boshqasi bor. Sabab ulardan bittasi, o'sha kompaniya ichida bir o'zim chet ellik bo'lganman va kompaniya ichida eng yoshi bo'lganman. O'sha payt o'rtacha kompaniyaning yoshi 49 yosh edi. U men o'sha paytlarda adashmasam 2018 bo'lsa 28-27 yosh paytim. Juda g'alati tuyulgan. Bir o'zim chet ellik va eng yosh o'zim bo'lganman. O'shaning uchun o'zimni noqulay his qilganman. Qandaydir kompaniyada g'ayrat deydimi, odamlarda intilish deydimi, o'sha narsani ko'rmaganimdan keyin 6 oydan keyin sekin o'ylashni boshlaganman. Hayotim qayerga ketyapti, nima qilyapman degan ma'noda. Qandaydir motivatsiyam uncha bo'lmagan. Yaponiyaga kelib turib, shumu kultura degan endi qiziq bo'lgan. Amerikanskiy kompaniya, lekin juda yaponlashib ketgan. Yaponiya shunchaki yaponlashganda, u yaponchada o'zi gijiroku deydi, mana shunaqa note taking deydi. O'sha narsalarni ham menga qildirib qo'yadi. Nima qilyapman men MBAni o'qib turadigan savollar tug'ilgandan keyin, lekin boshqa kompaniyaga qidirishni boshlagan. Bitta o'rtog'im keyin topshirgan payti, o'sha payt Oyo degan kompaniya juda
ishga olyotgandi. Birinchi kelgan paytlari Yaponiyani o'zgartirib tashlaymiz, Tokioni o'zgartirib tashlaymiz degan ma'noda. O'sha payt men ham topshirganman. O'sha intervyudan o'tib turib qabul qilinganman va bu yoqdan 8 oy ichida bo'shab turib keyingi Oyoga o'tib ketganman. O'shanaqa bo'lgan. Oyoda siz aytganingizdek startap muhit juda umuman boshqacha. Mana hech qayerda tartib yo'q, lekin hamma yosh, hamma harakat qiladigan, hamma intiladigan, xato qilsa ham hamma bir-birini tushunib, bir-birini tortib ketadigan, o'shanday qiziq bo'lgan. Даже eslayman, ikkinchi kirgan kunimdan keyin ikkinchi kuni, ish kuni kechqurungacha ishlaganda o'sha kuni hotelda yotishga to'g'ri kelib bo'lgan. O'sha hali ham eslayman, o'sha Shimbashida bo'lgan. Mehmonxonada qolganman. O'sha oxirgi poyezd ham o'tkazib yuborganmiz. Qiziq bo'lgan. Men aytmoqchi bo'lganim ish shu darajada tartib yo'q, shu darajada pardak, lekin shu bir vaqt o'zida qiziq edi. Sabab biz o'zimiz noldan quryaptik hamma narsani. O'shaning uchun hamma kechgacha qolib turib, juda qiziq xotiralar qolgan. Men hali ham afsuslanmayman shunaqa muhitda bo'lganimdan. Chiroyli experience olganman deb o'ylayman o'sha yerda. Keyin davlat taqozosi o'sha bilan Covid kelgan bizga. Bizni bizim o'sha payt hospital industry edi. Keyin Covid kelgandan keyin olimpiada ham kechiktirildi. O'sha bilan kompaniyani juda ko'p o'sishi-yu, keyingi orqaga ketgan qismi-yu, boshqaga sotgani-yu, xullas hammasini juda zo'r tajriba olganman deb o'ylayman o'shandan keyin. Qiziq, o'shanday bo'lgani, keyinchalik undan keyin nima inglizchada aytganda smooth transition deydi. Undan keyin o'zim shu Covid paytlari internetdan klasslar olib turib, darslar olib turib, shu sal engineering, data analysis qismlarini ozgina o'rganib yurardim. SQL deydi, bu deydi. Xullas, o'shalar o'rgangan holda PDga topshirganman. PDga boshida business analyst bo'lib turib, engineering teamga kirganman. Qiziq bo'lgan u ham. O'sha o'rganib bo'lgandan keyin PDga kirganman. PDga qabul qilinganman. PDda asosan shu PD olsin PayPal bizni sotib olishdan oldin ancha bilsangiz kerak, o'sha payt $2 milliard juda katta summaga sotildi Yaponiya bo'yicha ham. O'sha sotilmasdan oldin biz PDni ishlatib turgan bizni customerlarimiz Yaponiyada bilishadi. Ular bo'lib to'lashadi 5% va biz ularni asosan merchant deymiz. Amazon, Apple shiga o'xshaganlardan o'zimiz prosentimiz olib turib, masalan, kimdir siz 100 yenga nimadir sotib olsangiz, Amazondan ularga masalan 98 yen biz to'lab beramiz. 2 yenni biz o'zimizga revenue qilib olgandek hisob kitob ketadi shunaqa. O'sha paytda bizda finance bilasiz, working capital juda muhim. Working capital cash flow movement'i, sabab biz Amazonga 3 ish kuni, 4 ish kunda to'lab berishimiz kerak, lekin bizdan userlar bo'lsa, customerlar 3 ga, 4 ga, 3 ga asosan 6 ga bo'lib to'lashi mumkin. Apple bo'lsa даже 36 oyga ham to'lashi mumkin. U degani sizga haqiqiy pul kerak, cash kerak. Working capital kerak. O'sha paytda biz o'sha accounts receivable deydi u narsani, biz customerlardan oladigan accounts receivable u securitize qilib turib, package qilib turib, katta megabanklarga sotardik. Qandaydir sal qiyinroq prosess ketadi o'sha yerda. Juda katta data analysis, report, finance tushunish kerak, account tushunish kerak, regulation tushunish kerak, tilni bilish kerak. Xullas, o'shaning uchun men shu yerga kirib qolganman. Juda zo'r experience bo'lgan deb o'ylayman o'sha paytda. Tushundim. Shu paytda oddiy bir savol tug'ildi masalan menda. Xo'p, sizdagi yapon tilida va ingliz tilidagi o'rta ratioga qo'yib qaraganda, sizdagi masalan o'sha startapdagi ishda qanaqa ratio, masalan 50-50 yoki U odamiga qarab deb o'ylayman, timiga ham qarab. Menimcha, masalan, u yerda ishlagan payti 60% ingliz tili, 40% yaponcha bo'lgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Undan oldingi ishlagan kompaniyada bir 90% yaponcha edi shekilli, 10% ham inglizcha chiqmasdi. O'shancha qiyinroq bo'ladi. O'zingiz baribir 100% tasvirlab berishingiz qiyinroq yapon tilida va ularni kutilgandek bo'la olmaysiz. Ayniqsa bir chet ellik bo'lsangiz. O'yiga o'xshagan kompaniya bo'lsa, asosan hindlar, boshqalar bo'lgani hisobiga bular bilan 60-70% inglizcha bo'ladi. Adashmasam, qolgan qismi internal deydi, ichki odamiga qarab turib yaponcha ham gaplashadi. Sabab Yaponiyada hamma ham anglizchani bilmaydi, ingliz tilini bilmaydi. Keyin PDga o'tgan hisobi, menimcha injenerlar asosan ingliz tili u yerda juda xalqaro muhit, muhim mitinglar, founder ham o'zi kanadalik bo'lgan hisobiga asosiy miting hammasi ingliz tilida bo'ladi. Keyin PayPal sotib olgan, yana ingliz tili va hokazo. Lekin ichki shunday degan bilan ichki finance bo'lim bor, bu yoqda marketing bo'lim bor, sales team bor, ular hammasi yaponlar. Asosan yaponchada o'zini yaxshi his qiladi. O'shaning uchun men o'ylayman 50-50 bo'lgan bo'lsa kerak deb o'ylayman o'sha PDdagi tajribamga ko'ra. tushundim.
shu paytda masalan hozir startapdagi work culture yoki u yerdagi bosimni hisoblab turib, yana bitta savol tug'iladi. Endi o'qishni tugatgan yoki birinchi marta workforce'ga qo'shilayotgan odamga sizningcha qaysi muhit yaxshiroq yoki ko'proq bilim berishi mumkin yoki ko'proq kelajagi uchun yaxshiroq investitsiya bo'lishi mumkin deb o'ylaysiz? Oddiy nima edi? Allaqachon korporativ strukturaga ega kattaroq kompaniya, uzoq yillik kompaniyagami yoki startapgami? Man o'ylaymanki, uni agar o'sha odamda imkoniyat bo'lsa, agar katta kompaniyaga kirish yoki startapga kirish imkoniyati bo'lsa, ko'pincha masalan birinchi o'qishni bitirayotgan payti katta kompaniyada ko'proq taklif qilish mumkin. Masalan, Deloitte bo'lishi mumkin, konsalting kompaniya bo'lishi mumkin, oyligi kattaroq bo'lishi mumkin. Startaplar uncha bera olmaydi, boshiga nima qiladi. Agar o'sha odam uzoqda o'ylaydigan bo'lsa, men o'ylaymanki, startapda juda katta tajriba oladi. O'sha payt oyligi sal kam bo'lgan bilan ham o'sha startapdagi 2 yil tajribasida juda ko'p narsani menimcha o'rganib oladi. Sababi bunaqa kichkinaroq kompaniyada ko'p narsani o'zingiz qilishingizga to'g'ri keladi. Sizga hech kim o'rgatib ham o'tirmaydi. Keyin proses juda tez ketadi, decision making tez bo'ladi, xullas hamma narsa tez qilishingizga to'g'ri keladi. Lekin o'ziga yarasha qiyin bo'ladi, lekin agar uzoq muddatda qaraydigan bo'lsangiz, menimcha oddiy kompaniyada deb boradigan bo'lsangiz, bunda pastroqqa tushasizda, keyinchalik o'sha yuqori ketasiz deb o'ylayman. Menda shunaqa bo'lgan. Menimcha o'sha yerda olgan eksperiyensalarim, tajribalarim hozir ham asqatadi. Hozir boshqacharoq kompaniya Amazon, lekin Amazon o'ziga yarasha u boshqacharoq muhit. Shunaqa deb o'ylayman. Xo'p, Amazondagi muhit sizningcha hozir qanaqa? U ham baribir Amerikaniki bo'lgani uchun hali ham o'sha nima edi, g'arbdagiday boshqaruv ishlash tizimimi yoki Yaponiyada bo'lgani uchun baribir haqiqiy yaponchami? Yo'q, Amazon, men o'ylayman Amazon birinchidan Amerikanikidek tizim ushlab qolgan o'shani, yaponchaga uncha aralashtirmagan. Ikkinchi o'ylaydigan, Amazon boshqa kompaniyalarga nisbatan dunyoda ham o'zini filosofiyasi deydi, o'zini qarashlari bilan juda boshqacha. Ularning o'zini leadership prinsiplari bor. Keyin ularda g'alati masalan PowerPoint degan narsalar ishlatilmaydi, slide degan narsa yo'q. Ularda hamma narsa dokda yoziladi. Keyin shunaqa boshqacharoq funksiyada ishlaydi Amazon. Umuman boshqacha. Men o'ylaymanki, Amazon o'zi aytishadiki, katta hajmdagi startup deydi. Hech kim katta hajmdagi startup. Haqiqatda shunaqa, decision making bo'ladigan bo'lsa tez bo'ladi, data driven, dataga juda qarashadi. Keyin ichki politika uncha yo'q. Katta kompaniyalarda ko'pincha politika bo'ladi, bu bo'ladi, boshqa bo'ladi. Bu yerda unaqa narsa yo'q. Даже men o'zi Amazonning ichida men agar haq bo'lsam o'zimga country manager deydi, eng kattasi Amazonni yaratgan odam. Biz bilan ham mitingda bo'ladi bir xil payti. O'shanga ham aytishim mumkin, sen xato gapiryapsan. Men bu fakt bunaqa deyapti desam, eshitadi. Shunaqangi darajada kultura shakllantirgan Amazon. Lekin bilan u endi istoriyasini qarasangiz, Jeff Bezosning o'zini filosofiyalari bor. Menimcha haqiqatda ishlayapti. O'sha bitta kompaniyada ko'rgan bo'lsam, aytganini hayotda qilyapti deydigan narsa, mission prinsiplarini hayotda amaliyotda ishlatayotgan kompaniyasi o'sha Amazon derdim. Boshqa kompaniyada ko'rganim yo'q uni. Chunki menga shaxsan narsa qiziq bo'lgani ham shu, qaysiki Amazondagi o'sha 6 page note degan narsa bor, faqat shu dokni ishlatish, lekin Yaponiyada esa shunaqa kultura bordi, cookie yomenai. Ya'ni havodan o'sha o'zini tushunib olib, ya'ni o'zidan kattaga qanaqadir savol berish yoki qattiq gapirish mumkin emas. Ya'ni o'sha hierarkiya bilan umuman boshqacha ko'rinishdagi o'sha 6 page note yoki shunga o'xshagan filosofiya. Shunaqa, ishlama shunaqa. Tushunib. Sizningcha qaysi tomonda o'rganish uchun bosim jihatdan yoki ko'proq bilim olish uchun o'sha Yaponiya strukturasidagi kompaniyaga qo'shilish yoki strukturani ahamiyati yo'q, uzoq vaqt masalan Amazondagidek yoki boshqa bir aynan chet ellik kompaniyalar yaxshiroq deb o'ylaysizmi? Aynan Yaponiyada. Xo'sh, yaxshi savol bo'ldi. Ikki xil narsada. Bittasi masalan, haqiqatda Yaponiyada yuribsizmi? Yaponskiy kompaniyada ham ular qanday ishlashini ko'p emas, menimcha 1 yil, 1,5 yil bilib qo'ysangiz juda az qotadi deb o'ylayman. Sabab keyingi safar uyga borish ishlab ko'rmadim deb afsuslanmaysiz deb o'ylayman. Ikkinchi qarash polностью o'ngga qarab ketib turib, polностью bu yoqda unutish. Men o'zimda agar
qaytadan imkoniyat bo'lganda o'sha ikkinchi qarashga ketardim. Yaponskiy kompaniya boshqasini mana shu chetga qo'yib qo'yardimda. Polностью bu yoqda hozir g'arb ham noto'g'ri bo'ladi-yu. Yaponiya emas, global mindsetdagi kompaniyadagi ish muhitida manimcha ishlaganingiz, tajriba olganingiz, kelajakda o'ylasangiz ham o'zingizga ham yaxshi deb o'ylayman. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, oddiy student yoki boshqa bo'lishidan. Lekin bir vaqtni o'zida Yaponiyada yurgan ekansiz, Yaponiyani ham tajribasini bilmam, internship qilasizmi? Xullas o'shalar orqali ko'rganingiz ham juda asqotadi deb o'ylayman o'zingiz uchun. Lekin qaysidir ma'noda menimcha fobiya bor chet ellik talabalarda Yaponiyadagi corporate culture'ga nisbatan. Chunki ba'zan eshitamiz o'sha alumniylar hech bo'lmasa 6 oy yoki 1 yil Yaponiya kompaniyasida ishlagandan keyin yoki shunchaki quit bo'lib chiqib ketadi u yerdan yoki shunchaki bormay qo'ya qoladi. Chunki hattoki Yaponiyadagi kompaniyadagi ishdan bo'shash uchun ham juda ham katta uzun protsess solishtirganda chet ellik kompaniyalarga. Shuning uchun boshqa bir tarafdan chet ellik talabalarda fobiya bo'lishi mumkin, lekin umuman Yaponiyada bo'lmagan odam uchun esa Yaponiyadagi tajriba, ya'ni yapon kompaniyadagi tajriba bu umuman boshqacha standart, umuman boshqacha qanaqadir ko'rinishga ega, obro'ga ega. Shuning uchun ko'pchilik aytadi, Yaponiyadami, balkim Yaponiyaning tajribasi yaxshiroqdir. Faqat o'sha yapon kompaniyadagi yapon tajriba yaxshiroqdir deb. Lekin ichkaridagi odam uchun menimcha buni u qadar ahamiyati bo'lmasa kerak. Men qo'shilaman gapingizga, tashqaridan kelgan odamga Yaponiya madaniyati kaizen deydi, u deydi, bu deydi, chiroyli ko'rinadi, lekin o'ziga yarasha muammolari ham bor. Men hozir pozitiv yoki negativ bo'lmay, asli neutral bo'lib gapirishga harakat qilyapman, ikki tarafdan ham ko'rgan odam sifatida. O'shaning uchun aytyapman, agar imkoniyat bo'lsa, baribir kelajakda yaponlar bilan Yaponiyada o'qiyapsiz, Yaponiyada o'qiydigan studentlar bo'lsa, Yaponiyada raz shu yerda o'qidi, nima qildi, o'shaning tajribani olgani ham juda foydali deb o'ylayman. Sabab ertaga qayerga borishingizdan qat'iy nazar yaponlar bilan ishlaysizda, chet el kompaniyasi bo'lgan bilan asosan 50% dan ko'pisi yaponlar bo'ladi. Endi to'g'ri global mindset boshqacharoq bo'ladi-yu, lekin ular o'ylashi asosan bir xil bo'ladi-da. O'shalar bilan ishlash turgani bo'lasiz deb o'ylayman. O'shaning uchun bu yoqdagi tajriba ham juda asqotadi long termda. Yoki boshqa yerga borsangiz ham, ertaga Amerikaga borasizmi, O'zbekistonga qaytasizmi, vatanga qaytasizmi, baribir yaponlar bilan ishlagan payti ularning qanday ishlashi, ularning kulturasi, nimaga e'tibor beradi, nimani qadrlaydi ular, o'shalarni bilsangiz, ular bilan kelishib ketish osonroq bo'ladi deb o'ylayman. Kelajakda sabab odam bilan kelishib ketsangiz, ishingiz bitadi. U bo'lmasa qanchalik aqlli bo'lsangiz ham foydasi yo'q. O'shaning uchun Yaponiya ularning qanday o'ylashi, nimalarni e'tibor berishi, o'shalarni bilib qo'ysangiz juda yaxshi deb o'ylayman kelajakda. Xo'sh, keyingi savolim esa aynan sertifikatlar haqida yoki talabalar uchun yoki endi workforce'ga qo'shilayotgan, menimcha mutaxassislar uchun aynan certifications bo'yicha. Chunki sizning ham storingizda ko'rdim o'sha CFA bo'yicha. Sizningcha CFAdan olingan bilim yoki o'sha sertifikat sizga qay darajada yordam berdi? O'sha work transition paytida. Endi sertifikat nima o'qishingiz, qayerda ishlashingizga ham bog'liq. Oddiy qisqa javob beradigan bo'lsam, juda yordam berdi. Har doim yordam berib kelyapti. Menimcha bundan keyin ham yordam bersa kerak deb o'ylayman. Sabab men o'qiganim CFA, bu CFA dunyoda ham eng qiyin imtihonlardan bittasi. Bir kelganda imtihonda o'tirganda 3 soat ertalab, 2 soat obeddan keyin bir kuningizda 6 soat 10 ta fandan imtihon bo'ladi. Juda katta hajmdagi narsalar bo'yicha test bo'ladi. U narsani o'tdi degani o'zi, u imtihonni o'tdi degani o'zi, o'sha hiring manager deymiz, sizni ishga olayotgan odam oldida ham srazi boshqacha muhit yaratib qo'yadi. Suhbatga borganingizda ham u CFAdan birinchidan o'tibsan yoki ikkinchidan o'tibsan deganning o'zida o'sha odam sizni juda aqlli inson sifatida qabul qiladi. Endi to'g'risi u sohaga siz aqlingiz yoki bilimingiz yetish yetmasligi o'sha yerda ikkinchi narsa bo'lib qoladi. Bu yerda hozir men behavioral qismidan aytyapman. Odamni psixologiyasi jihatidan, o'sha jihatdan men o'zim hayotimda juda yordam bergan. Men CFA haqida gapiryapmiz, lekin CFAdan tashqari CPA bor. Masalan, US CPA deydi, Chartered Public Accounting adashmasam, o'shani yaponskiy versiyasi ham bor. U menimcha yaponcha bo'lsa kerak, men o'zim qiziqib ko'rmaganman. Keyin CMA deganlari bor. Men o'zim ham uncha qiziqmaganman u narsaga. Keyin har xillari bor, endi nima o'qishdan qat'iy nazar. Umumiy qilib aytadigan bo'lsam, qaysi sertifikat o'qishingizdan qat'iy nazar, kelajakda o'sha sohada ishlamay olingan bilim, o'sha yerdagi olingan u yerdagi disiplina, o'rganish juda asqotadi kelajakda. Masalan, men o'zim CFAga qiziqqanim, menimcha LinkedInda yo'q-u, men Numura
ish o'qiyin deydi. Nomura Securitys'da men internship qilganman. Atash masalan bir oy. O'temachida bo'lgan. MBA'da yozgi internship bo'lgan. O'sha yerda o'shanga qiziqqanman. O'sha yerda odamlarni ko'rib turib, bu yerga qanday kirsam bo'ladi degan paytda o'sha CV kelib turib, o'sha yerdan qiziqib o'qishni bitirib, keyin o'sha o'qishni boshlaganman. Men to'g'ri endi ikkinchi masala, to'g'risi internship keyin Nomuraga unga topshirganman, keyingi yil bitirib 8 ta intervyu bo'lgan, oxiri отказ berishgan. Manimcha yapon tilimi boshqa narsa yetishmagan. U boshqacharoq narsa. Manimcha sal yoshlik ham qilganman, ular tajribali odam kutgan. Xullas, shunaqa. Men aytmoqchi bo'lganim, CV deb o'ylagan paytda u masalan management M&A deydi yoki valuation deydi yoki shunaqa securities kompaniya yoki investment bank deb odamlar tasavvur qiladi, lekin men o'zim hayotda o'sha sohada ishlamayotgan bo'lsam ham juda oldimdan asqotadi. Sabab uni sizni o'ylashingizga, katta hajmda o'ylashingizga yordam beradi. Ikkinchidan, menga o'rgatgan narsa disiplinani o'rgatadi. Shu disiplina u yerda olayotgan bilimdan ham ko'ra, siz o'sha yerda olgan disiplinadagi o'rgangan disiplinangiz hayotda juda asqotadi deb o'ylayman. Ertaga hayot har doim o'rganishdan iboratda. O'sha payt juda asqotadi deb o'ylayman o'sha. Shunda menimcha bizdagi mehmonlardan hali eng chiqmagan fikr. Men ham shu fikr juda ham yoqdi, chunki baribir qaysidir sertifikatni olgan taqdirda ham u sertifikat ertaga kerak bo'ladi yoki yo'q, lekin undagi olingan bilim yoki o'sha protsess butun umrga kerak bo'ladi sizningcha. Shunaqa. U yerdagi ichida masalan endi siz ham o'sha o'qiyotgan ekansiz, men o'zim o'qiganman. CFN oladigan bo'lsa, ichida juda ko'p narsani o'z ichiga oladi. Birinchidan o'sha statistika bor ichida, juda ko'p ishlatiladi. Xohlagan joyda probabilitylar bor, standard deviationlar bor. O'shalar bilish juda qiziq. Hamma narsa database yo'q. Ikkinchidan economics bor ichida, financial analystlar bor. Keyinchalik borsangiz discount cash flow deydi. Juda o'shalarda o'sha imенно shu sohada ishlatmasangiz ham ertaga kompaniyani ichida ma'lum bir proyekt kelib chiqadi-da. Proyektlarda ham present value'lar hisoblashingiz mumkin. Hozirgi qiymati o'sha proyektni kelajakdagi riskni olib turib, kelajakdagi summalarni olib qo'yib turib, discount faktorini topib turib bo'lib chiqsangiz, hozirgi kunda qiymat o'sha o'ylab qarab turib, biz bu o'sha proyekt bizga foydali bo'ladimi, yo'qmi? O'sha paytlari decision qilgan paytda to'g'risi ishlataman. Ishlatmayman deganda ham shunaqa joylar chiqib qoladi. Hozir o'ylab qaraydigan bo'lsam, o'sha paytda siz o'sha boshqalarga nisbatan yuqoridagilar gapirayotgan narsani tushunib turasiz yoki hech kim bilmasa ham siz o'shalarni chiqarib turib analiz qila olasizda. Sizda imенно o'sha paytdagi kuchli joyda keyinchalik o'shani eslay olmasingiz mumkin, lekin sizda kallangizda o'sha framework turadi, o'sha narsalarni qayerdan izlash kerakligini bilasiz. Sirasi topib olib turib, sirasi ishlatishga imkoniyat bo'ladi deb o'ylayman. Keyin shaxsan men o'zimga ham yordam beradigan, ishdan tashqari o'zim shaxsiy hayotimda ham yordam beradi. Bir nimani financial decision qilgan paytda, masalan, aksiya sotib olishingiz mumkin yoki ekonomika qayerga ketyapti degan, masalan, Bloomberglarda newslar chiqib yotadi yoki Yahoo newslarda chiqib yotadi. Bugun market bunaqa bo'ldi, nimaga bo'ldi? O'sha paytda o'zingiz shaxsan o'qigan paytda juda qiziq, tushunsangiz o'zingizga ham bir xursand bo'lasiz, ishonch oshadi. Men shaxsiy hayotimda juda foyda beradi deb o'ylayman. Foyda beryapti. Menimcha hammaga ham foyda beradi deb o'ylayman o'sha narsa. Ortiqcha bilim zarar qilmaydi. Albatta. Shu paytda masalan hozir endi technical bilim, endi boshqa bir tarafda masalan o'zingizdagi hozirgacha bo'lgan karyerangizda sizningcha endi kelayotgan talaba yoki endi shu sferaga kirayotgan odam olishi kerak bo'lgan soft skill va hard skill sifatida nimalarni aytib o'ta olasiz? Ya'ni qay darajada ular kerak bo'ladi? Aslan siz savolingiz finance sohasida, to'g'rimi? Ha, finance va umumiy karyera sohasida menimcha bor. Men agar hozirgi aqlim bilan deydi, orqaga qaytib qolganda, sizda yoshingizda student o'qib qolganda, hozirgi kunda sertifikatlarni birinchidan shu o'zim qiziqqan sohadagini ertaroq olishga harakat qilardim. Menimcha siz hozir harakat qilyapsiz, juda yaxshi deb o'ylayman. Keyin o'sha olgandan keyin qo'shimcha dunyo tez o'zgarib ketyapti. Oldingi faqat o'sha sertifikatga oldim, universitetni bitirdim, ishga kirdim degan narsa yo'q. Hozirgi kunda universitet bitirsangiz hech kim ish beradi degani emas. Endi tüm bo'li global sifatda qara vaziyat aytyapman. To'g'ri, Yaponiyada endi ish yetishmayapti, boshqa qilyapti, ish topish osonroqdir, chem ikki tilda bilsa boshqa dunyoga nisbatan. Lekin bu ham hech kim garantiya bermaydi. O'shaning uchun dunyoga mos bo'lish uchun men o'ylayman, sirasi kirgandan Excel'da yaxshi bo'lsangiz, masalan, financechilar Excel'siz ish bitmaydi. Masalan, katta Amazon tasavvur qila olmaysiz, hali ham Excelga ko'p narsa bog'liq. Excel'da ishlatamiz biz. PowerPoint ham to'g'ri muhim. Technical qismidan gapiryapman hozir. Keyin Excel ham shu darajada bo'lib qoldiki, hamma default bo'lib qolgan. Hozir hamma ishlatila oladi. Qaysidir darajada hozirgi kunda
katta kompaniyalarga kirmoqchi bo'lsangiz, sizdan data analysis skill'larni so'rashyapti. Masalan, Amazonda bo'layotgan paytda Amazon ichida anaqa business analyst, business engineer, BI degan rollar hozir kamayib ketyapti. Hammasi sabab biz o'zimiz qilyapmiz, o'zimizga beryapti. O'sha yerda SQL yozib turib, portlarni tayyorlab turib, muammo chiqsa, qancha qara olishingiz kerak, datadan read o'qib select qila olishingiz kerak. O'shalarni ham o'rganishni juda tavsiya berardim. Keyin oxirgisi hamma aytmasam ham manimcha aytmadi desangiz kerak, AI bo'lishi kerak deb o'ylayman. Men o'zim ba'zida his qilamanki, orqada qolayotganda, sabab hamma shunday his qilsa kerak deb o'ylayman. Har kuni nimadir yangilik chiqyapti. Masalan, bitta Amazonning o'zida hisoblaydigan bo'lsak, bundan adashmasam 2 oy oldin bitta dashbord qilishgan. O'sha dashbordda qaradim nechta AI tool bor ekan. Amazonning o'zida 573 ta AI tool bor ekan, tasavvur qiling. U har xil maqsadda yaratilgan. Har xil maqsadda AI yaratilgan. U ularga ulgurishni o'zi qiyin. To'g'ri, o'zingizga, sohangizga ta'lluq olib turib, o'sha bilan ishlaymiz. Juda foyda beradi hozir. Hozirgi kunda masalan AI o'sha technical skill'larda ham olib qo'yadi-ku degan ko'p argumentlar chiqadi. Men o'ylaymanki, to'g'ri olishi mumkin, lekin o'sha narsani ba'zi paytda AI ham xato qiladi. Hamma xato qiladi, boshqa qiladi. U bilan birga ishlash uchun u yozayotgan narsani siz o'qib tushunib bilishingiz kerak. O'shani uchun ham keyinchalik o'qigan narsangizni yozmasangiz ham, u yozib bergan narsani tushunib, xatolarni to'g'rilab, yana o'shanga prompt deydi, chiroyli qilib berishingiz uchun ham u qilayotgan narsani haylabda tushunishingiz kerak. Uning uchun o'zingiz bilishingiz kerak. O'shaning uchun menimcha AI bilan birgalikda o'shanga tayyor bo'lish kerak deb o'ylayman. Men hozir technical qismidan gapirdim. Soft qismidan aytadigan bo'lsam, again inglizcha aytadi, people deydi. Odam. Odam bilan yaxshi kelishi juda muhim deb o'ylayman. Communication skill'lar ham muhim, lekin oxir oqibat long termda o'ylaydigan bo'lsangiz, trust, integrity deydi kompaniyada qilayotgan payti. O'sha narsalar juda muhim. Masalan, o'zbekcha aytadi, vijdon bilan qilgin deydi, qilgan payti ham chin dildan qil deydi. O'sha narsa ham ishxonada do the right thing deydi. Masalan, to'g'ri narsani bilib turib, o'sha long termda qilsangiz, sizni keyinchalik odamlar sizni hammasi sizni hurmat qiladi. O'zingiz hurmatingiz oshadi o'sha paytda. Chin dildan qilib turib, yordam berib, o'sha odamlar bilan kelishib turib, birga ishlasangiz, keyinchalik o'sha narsa juda asqotadi deb o'ylayman. Communication skill'lar ham o'sha ichiga kiradi, o'sha odam bilan gaplashib, hadeb o'zingiznikini masalan maqtay bermay yoki uni ham ko'ngliga tegmay nima qilsangiz. Bir xil gap bor, masalan, men o'zimga oldimga kelsak, bir xil bitta odam juda wunderkind deymiz, juda aqlli odam, texnik boshqa tarafdan, lekin odamlar bilan gaplashib ishlay olmaydi. Ikkinchi bola o'rtacha average, lekin odamlar bilan juda kelishadi. Men ular bilan kelishadigan odamni olamanda. Sabab ish ertaga timga ishlagan payti odamda siz o'sha menejeringiz yoki boshqa atrofdagi odamlarni bilan yaxshi kelishib turib, uni yaxshi his qildirishingiz kerak. Siz bilan ishlayotganda xursand bo'lishi, ishga borganda tasavvur qiling, kunini asosiy qismini, energiya qismini ishda siz bilan o'tkazadi. O'shaning uchun qayerdagi bir g'alati wunderkind bo'lsa ham, odam ishlagisi kelmaydigan odamni olgandan ko'ra, bu yoqdagi o'rtacha odam bo'lsa, birga kelishib turib o'sha odamni oladi. Baribir oxir oqibat odam. O'shaning uchun soft skill tarafdan shu odamlar bilan kelishib ishlash juda muhim deb o'ylayman. Keyin o'sha ichida shu integrity, long termda do the right thing deb to'g'ri ishni qilib, vijdonan chin dildan qilsangiz, yana o'zbeklar aytadi, halol qil deydi-ku, shunday qilsangiz, muncha long termda juda foydali bo'ladi deb o'ylayman. Tushundim. Va juda katta rahmat. Boya aytib o'tgan narsalaringiz orasida masalan AI haqida bitta savolim ham bor edi. Ko'pchilikda masalan yoshlarda masalan savol bor. Juda ko'p kompaniyalar masalan AI ni olgandan keyin o'sha yangi mutaxassislarni yoki entry levellar kamayib boshlayveradi yoki kamayib boshlashni boshlagan. Sizningcha yosh talabalarda yoki umuman endi workforce'ga qo'shayotgan kimlardadir AI tufayli qanaqadir xavotir bo'lishi kerakmi? Ya'ni o'sha entry level joblar kamayib ketayotganligi yoki endi entry levelga kirish uchun ham juda ham katta tajriba yoki juda ham katta bilim kerak bo'layotganligi haqida. Ha va yo'q. Ha qismi, masalan, agar siz shunaqa xavotir bo'lyapti deb turib, o'zingizda qo'rquv paydo bo'lib turib, o'zingizga savol berib turib, o'sha action qilmasangiz, harakat qilmasangiz, ertaga ishga borgan paytingiz nayaydi bilasiz, o'zingizga qilasiz, hech nima vaqtingizni o'tkazgan bo'lasiz, hech kim ishga olmaydi. Yo'q qismi, agar hozir proaktiv bo'lib turib, o'sha o'zingiz ustida ishlab turib, o'sha chiqayotgan yangi trendlar bilan yurib turib, ma'lum bir qismini o'rganib olib turib, ishga borsangiz, sizda обязательно ustunlik bo'ladi. Bunaqaroq o'ylaydi, hozir yoshlar baribir o'rganishga moyilroq bo'ladi, qiziquvchan bo'ladi, yangi oxirgi texnologiya bilan ishlashga vaqti ham bo'ladi, intiladi. Yoshi kattaroq nisbatan, men o'zim ham aytayapman, men o'zim ham
hozir 35 yosh bo'lsam, hali ham o'zimni katta deb o'ylamayman, lekin aytmoqchi bo'lganim, 20 yoshli bolaga nisbatan mani oilam va boshqa responsibilitim uyga kelgandan keyin 20 yoshga nisbatan mani vaqtim chegaralangan, u bilan o'tirib ishlashga, boshqa qilishga yoki yoshligimdagidek exciting bo'lmasligi mumkin. Ma'lum bir narsadan value ko'rmasam. Yoshlar hamma narsa qiziq bo'ladi, o'rganib yangi trendlar bilan yuradi. O'sha paytda kelajakda menimcha shu darajaga boradi deb o'ylaymanki, yoshlar AI toolni bilgani uchun ham yosh kattaroqlarga nisbatan, sabab uni ekspertini AI ham bera oladi-da. Sabab AI yoshlarning ustunligi o'sha AI bilan trendni yurgani hisobiga o'shani sotib turib kirib keta oladi deb o'ylayman. Tasavvur qiling-da, men ishga olmoqchiman kimnidir. O'zim timimga. Ma'lum yoshi katta, aytaylik 40 yosh nima, juda katta tajribalari bor, hamma narsani biladi, accounting rullar, IFRS deysizmi, US GAAP deysizmi, GP GAAP, Japanese GAAP deysizmi, hammasini biladi. Lekin bir vaqt o'zida bu yoqda yoshroq bola kelgan, masalan, institut bitirdi yoki 1 yil tajribasi bor, boshqasi bor, lekin AI zo'r biladi. Hamma narsani yaxshi biladi, oxirgi trendlarni zo'r biladi. Qaysi oladi deb o'ylaysiz? Men to'g'ri, agar imminni ishim o'shani ol degan majbur qilmasam, yosh bo'la olardim. Sabab o'sha bola o'sha AI toollar orqali menga o'sha olib kelib berish mumkin. Tushunyapsizmi? Men to'g'ri juda spesifik kirmayapman. Masalan, spesifik kirgan paytda experience ham o'ziga o'rni bor. Men o'sha odam agar AI ni bilmasa-da, ishlatishni bilmasa, boshqa qilmasa, yoki o'rganishni xohlamayotgan bo'lsa, qiyin bo'lsa, yosh bola agar chaqqon bo'lib turib o'sha toollarni ko'rsatsa, kompaniyaga o'sha muhim. Oddiy fakt, masalan, Amazonning ichida bizda shu darajada bosim keladiki, AI o'rganinglar deb turib. O'sha payt hozir ko'rib o'tiribman, yosh qatlam hali universitet bitirib 2 yil bo'lgan, 3 yil bo'lganlar o'sha AI lider bo'lgan. Sabab ular vaqti bor, hali bola chaqasi yo'q. O'rganib, har xil turlarda, Amazon ichidagi turlarni olib turib, o'shalar kattalarga seminar o'tib o'tiribdi. Tasavvur qilyapsizmi? O'shalar o'zini karyerasini sakratib yuboryapti Amazonning ichida, oddiy traditionalga nisbatan. O'sha boshqalardan, biz Amazonda anaqasi bor, nima AIlar o'rgatmoqchi, shoutout deydi, boshqadan rahmat qiladi, xullas общий nimalar oladi-da. Men qarab o'tiraman. Yosh bolalar qilyapti o'sha. Yapon yoki Koreyani bolalari shunday darajada qilyaptiki, qoyil qolasiz. Aytaman, o'sha AI o'rgatgan ularni ustunligi bizdan ham nimada? Bitta farqi tajriba. Men shu tajriba qismini AIda bilgani hisobiga o'sha to'ldirib ketyapti. O'sha odamdan promotion olish ham juda tez bo'ladi. O'sha borish bo'lsa. Fikrim shunaqa. Tushundim. Buning uchun ham katta rahmat. Keyingi savolim yana bir bu savolni biz kanaldan olgandik. Ya'ni juda ko'p yurtdoshlarimiz bilamiz, qaysi FP&A da ishlaydigan yoki yana boshqalarni bilamiz, investment bankda ishlaydigan. Sizningcha agar masalan siz yana universitet paytida bo'lganingizda qanday qilib karyer planning qilardingiz? Qaysi sertifikatlar uchun yoki qanday qilib masalan siz universitet talabasi sifatida qanday qilib o'z karyerangizni qurgan bo'lardingiz yana yoki qaysi yo'nalishga qaratib? Juda yaxshi savol bo'lyapti-yu, men ichimdagi narsani qit qilyapsiz-ku. Menimcha ma'lum bir yosh bo'lgan paytim ma'lum bir soha, ma'lum bir narsa deb o'ylamasdim, tim bo'li hozirgi kunda bo'layotgan narsa. Hozirgi kunda agar vaqt qaytib qoladigan bo'lsam, general knowledge'da, general bilimda, umumiy bilimda olishga harakat qilardim. Sabab faqat finance emas, finance qilayotgan odam. Masalan, eski ota-bolamizga qaraydigan bo'lsangiz, Abraham Beruniy, Al-Xorazmiy, Ibn Sino deymiz, boshqalar deymiz. Ular aynan bir sohada kuchli bo'lmaganda, ular har xil sohani cover qilib olganda, o'sha yerda wisdom deydi, aql kelar ekanda. Bitta sohada ketsangiz, o'shingiz nimangizni qolib qolasiz. Ertaga edge case'lar deydi-yu, masalan, siz ko'rmagan narsa kelgan paytda qiynalasiz-da. O'shaning uchun yoshlikdan o'sha mas'ul nimalarni tayyorlab borsangiz, не только finance, ertaga texnikni qo'shishingiz mumkin, computer science qo'shishingiz mumkin, hozirgi trend. AI ham o'shani bittasi yoki chemistry deydi, oddiygina shu narsa, biologiya, o'sha narsalarni ham general bilib borishdi. Menimcha kelajakda long termda o'zingiz bir nimangizni boshlagan paytda ham yoki kompaniyaga ishlagan paytda ham juda kerakli kadr bo'lasiz. To'g'ri, o'shalarni qilib ko'rgan holda o'zingiz yoqqan qismini tanlaysiz. Xohlamay ertaga ma'lum bir sohada ishlaysiz. Lekin o'shalarga ham fokus bergan bo'lardim deb o'ylayman. O'shandan kelib chiqib, masalan, kimdir FP&A ketishi mumkin. Endi finance sohaga ketib aytadigan bo'lsa, kimdir investment bankingga ketishi mumkin. Men tanishlarim bor, investment bankingga ketganlar ham bor. O'ziga yarasha qiyinchiliklar bor, o'ziga yarasha plyuslar ham bor. Juda ko'p ishlashadi, oylik lekin juda katta, o'shanday taraflari bor. FP&A qismi bor, u traditional, sal bemalroq, life balance deydi, shunga yarasha oylik kamroq bo'lishi mumkin. Yoki kimda accounting ketishi mumkin, ish nimasiga qarab turib. O'shaning uchun bir nima deya olmayman. Oxir oqibatchi taqdiringizga bog'liq-da. Ma'lum bir narsalar borki, biz qancha xohlasak ham Xudo nasib qilgani bo'lar ekan ba'zi payt. O'shaning uchun
o'sha narsa ko'p ham o'ylayvermay, menimcha umumiy bilimlarni olishga harakat qilardim. Mana shu bitta sohada chegaralab qo'ymasdim o'zimni. Hozirgi kun menimcha shunga juda taqozo qilyapti deb o'ylayman. Masalan, hozir AI siz sohangizni ham haqiqatdan yo'qotib yuborishi mumkin-da. Hozir bizda ham masalan Finance-da ko'ryapman. Amazonda shu darajada kelyaptiki, AI shu darajada rivojlanyapti. Endi kompaniyalar ham har xil kompaniya har xil rivojlanib nima qiladi. Amazon shularni menimcha o'ylayman, toplarda yuribdi-da. O'sha Google nimalar, Amazonlar o'zlari competition qo'yotadi. Shu darajada kelyaptiki, har xil messy data deydi. Masalan, har xil joyda qiyshayib yotgan ma'lumotlarni, Excel'larda, har xil tablarda shunday tashab turib, shunday toolga yozib, mana shunday chiroyli qilib ma'lumot qilib bersangiz, shu darajaga kelyaptiki, hammasini chiroyli sortirovka qilib, bitta sheetga olib qo'yib, o'sha yerdan narigi sheetga o'sha graflarni qilib, insightlarni chiqarib, eng qizig'i o'sha doc 6 page deymiz yoki boshqa page deymiz, o'shalarga copy paste qilib, kommentlarni ham yozib beryapti-da. U deganimiz, mana bizni ishimizni o'sha ancha-munchasini avtomat qilib tashyapti. O'shaning uchun не только bir soha, menimcha shu general knowledge ham har taraflama bilib yurib, o'qib tayyor bo'lib yurardim. Finance deyman, to'g'ri, finance-ni bilardim. Finance menimcha o'sha pikini orzu qilardim-da, o'sha katta eng qismini yaxshi bildim. Plus u bilan o'zim chegalab qo'ymasinda, qo'shimcha har xil, masalan, siz universitetda sizga shans bo'lishi mumkin, bunaqa kurs olib ko'rish, bunaqa kurs olib ko'rish, elektiv kurslar deydi-yu, qo'shimcha darslarni tanlab ko'rgan payti, o'shalarni olib ko'rardim menimcha. Keyin men nima unda deyapman, ana mana Warren Buffettni bilmadim, endi finance sohada hamma bilsa kerak. Warren Buffettni bitta olib sherik bo'lar, Charles Munger degan, o'sha olimni o'tib ketdi-yu, o'sha odamni nimasi haqida bitta kitob o'qidim, o'sha yozgan kitobini. O'shanda shunaqa aytganda, haqiqatdan men o'shanga qo'shilaman-da. Har xil sohadan bilsangiz, hayot ham shunday bo'ladi. Masalan, Elon Muskning hamma ma'lum odam, u ham shu faqat bitta soha emas, har bir narsani nima qilaveradi. O'shanaqa odamlar kelajakda juda success bo'ladi. Keyin oxir-oqibat o'zining kompaniyasini qilib ketgan odamlar yoki kompaniyasi boshlab ketgan odamlar bilsanglar, bitta soha emas, ko'pincha qo'shimcha yana bir sohada kuchli bo'ladi yoki yana bir soha o'qigan bo'ladi. Kimdir computer science o'qib turib, keyin finance o'qib oladi. Finance o'qib, masalan, computer science o'qishi mumkin, hozirgi trend o'qib turib. Long termda menimcha o'shalar juda foyda beradi deb o'ylayman. Overall, qandaydir general savol javob bo'ldi deb o'ylayman, lekin qisqa qilib bosib aytadigan bo'lsam, umumiy o'rganishga harakat qilardim. O'zim sohatim default, qo'shimcha narsalar o'rganib turib, har xil vaziyatga tayyor bo'lish kerak. Tushundim. Buning uchun juda katta rahmat. Masalan, mendan hozir masalan shaxsan o'zimdan tajribamdan kelib chiqib menga savol bo'lishi mumkin. Mendagi savol ko'pchilikda masalan aynan talabalardagi tushuncha nima? Aynan universitetdagi paytda yoki universitetdan keyingi birinchi 3 yoki 4 yillikda umuman shaxsiy hayot degan temani bir chekkaroqqa qo'yib, faqatgina o'sha ish yoki karriera, faqat tajriba yig'ish uchun o'sha overtime bo'ladimi, qanaqa bo'ladimi, tikib yuborish qaysidir ma'noda yaxshiroq yoki uzoq vaqt uchun yaxshiroq ko'rinadi. Lekin qaysidir ma'nodagi tajribaga yetgan odamlar esa bu umuman noto'g'ri yoki shaxsiy hayot ham ba'zan balans saqlab bilish kerak har doim deb aytadi. Sizningcha qanaqa, qaysidir ma'noda o'sha nima edi, o'sha bosimga rozi bo'lish kerakmi yoki bir maromda shaxsiy hayotni olib ketish kerakmi? Talaba paytida yoki undan keyingi davrlarda. Ikki tarafdan javob berishga harakat qilaman. Birinchi tarafdan, misol psixologik, filosofik tarafdan bo'lishi mumkin. Siz oddiy kichkina bolaga qarasangiz, o'ziga yoqadi har bir narsani o'ynab charchamaydi, bilasizmi? Sabab o'sha narsa yoqadi. Kichikcha ham o'ynasa ham, hozirgina game deysizmi, boshqa deysizmi, o'zimizning yoshlik shunaqa bo'lgan. Vaqt o'tganini bilmay qolasiz. Agar o'zingiz sohang o'sha jihatdan kelib chiqadigan bo'lsangiz, o'zingiz sohang shu darajada o'zingizga yoqsa, siz overtime deysizmi, work life balance deysizmi, u hammasini chetga qo'yib turib o'sha sohani qilishga harakat qilasiz. Vaqt qanday o'tganini bilmaysiz. Agar haqiqatda o'sha ingliz tilida flow deydi, o'sha flowga tushib olsangiz, o'shani topib olsangiz, menimcha eng baxtli inson bo'lasiz. Sabab shu darajada o'zingiz qilayotgan narsangiz o'zingizga yoqadiki, siz success deydi, pul deydi, fame deydi, mashhurlik deydi, o'z-o'zidan keladi. Lekin bir tarafi u ham topish qiyin uni. Hamma aytadi, passion follow qil deydi, u qiyin narsa deb o'ylayman o'zim. Sabab hayot boshqacharoq ishlaydi. Lekin realist jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, realist jihatdan, masalan, shu sohada yursizmi, o'zingizni karyerangizni topmoqchimisiz, ertaga o'zingizni rizqingiz, nasibingizni topmoqchimisiz? Work life balance degan narsa menimcha qiyin narsa. To'g'ri, yosh payti, tем более, menimcha u vash o'ylamaslik kerak u narsani. Ishmi, imkoniyatmi, o'rganishmi, hunger deydi, och bo'lib turib harakat qilish kerak. Student payti ham shunaqa.
ishga kirgan payti ham, tajriba olayotgan payti shunaqa. Sabab o'ylang-da, qarang-da, siz universitet bitirgandan keyin ishga kiryapsiz, hali uncha narsani bilmaysiz, hayot tajribangiz yo'q, kimdir sizga pul berib ishlataman deb turibdi. Best deal, o'ylab qarasangiz. Qattiq yopishib olib turib, o'sha yerda yaxshi mentor topib olib turib, etakdan ushladi deydi o'zbekchada. Ushlab olib turib, menga o'rgat, u bilan yaxshi kelishib olsangiz, ko'p narsani o'rganib olasiz hozirgi kunda. Только hozirgi kunda AIlardan ham to'g'ri foydalanasiz, lekin o'sha tajriba odamlardan ham ko'p narsa foydalanib olsangiz bo'ladi deb o'ylayman. Lekin keyinchalik ma'lum bir sohaga o'tasiz, work life balance deydi, boshqa deydi. Unga ham qisman qo'shilaman, 100% qo'shilmayman. Sabab ertaga anaqada ishda muammongiz bo'lsa, uyga kelib bemalol uxlay olmaysiz. Siz xohlamaysiz, bolalaringiz yoki boylaringiz o'zi bemalol. O'sha sabab bizni ish shunaqaki, finance sohasida biz kalla bilan ishlaymiz, to'g'rimi? Biz fizik ish bo'lsa ekan, tanangiz borib turib, ishlab, kechqurun kelib turib, charchab uxlasangiz, ertaga yana borib ishlasangiz, quruvchi nima bo'lsangiz, ular boshqacharoq bo'lishi mumkin, ma'lum bir soatdan ishlab, lekin bizning ishimiz kirgandan keyin ko'rasiz, bir katta muammo yoki katta bir proyekt ishlayapsiz ustida, o'sha narsani siz shanba-yaksha ham o'ylab berasiz-da. Masalan, bir payt o'zim mashinada o'tirgan paytda ham xayolimda o'sha turib, o'zidan-o'zi kelib qoladi, o'sha ichga kirib ketaman. Bilmaysizda, o'shaning uchun work life balance degan narsa qisman deb o'ylayman. Me'yor yaxshi, ba'zida aytmoqchi bo'lganim, siz qo'ldan kelgancha harakat qilib turib, o'sha ma'lum bir vaqtda o'zingizga qo'yib turib, taq qilib turib, bo'ldi, qolgan ertaga qilaman deb yopib turib, iloji boricha uyga ham vaqt sarflashingiz kerak. Oilangiz bo'ladi, bolalaringiz bo'ladi. Lekin bir vaqtda o'zida ishdagi o'sha muammoni hal qilmasangiz, bu yerda ham bemalol bo'la olmaysizda. O'sha qismi, u dilemma-da, work life balance degan narsa. Men o'shaning uchun o'ylayman, kelajakda har bir odam o'zidan kelib chiqib, kompaniyalariga qarab turib, o'z hayot yo'lini tanlaydi. Ba'zi bir odamlar bor, katta Google'da ishlaydi, boshqa qiladi, tanishlarim bor. Ba'zi aytadi, zo'r oylik oladi, zo'r endi hammasiga dunyoga standarti. Sen qo'shimcha endi nima harakat qilmaysan desa, men nima qilaman qolgan, men oilam muhim deydi-da. Ular tushunsa bo'ladi. Masalan, work life balance juda qadrlaydi. Masalan, ba'zilar bor, har doim hasil qilib, yana nimalarnidir intilib harakat qilib yuradi-da. Ular hayotda maqsadi bor. Ertaga menimcha maqsadiga qarab o'zgarib ketadi. Lekin xulosa qilib aytadigan bo'lsangiz, boshida menimcha work life balance degan narsa inglizcha aytib bullshit deydi-yu, uncha menimcha o'ylamaslik kerak. Faqat shu kerak, olish kerak, tajriba olish kerak. Keyin ertaga siz o'z ishonchingiz bo'lgandan keyin o'zingizga yoqqan hayot tarzini o'zingiz tanlaysiz deb o'ylayman. Buning uchun juda ham katta rahmat. Xo'p, mendagi savollar hozircha shular edi. Barchasiga javob berganingiz uchun juda ham katta rahmat. Vaqt ajratganingiz uchun. Va shu rekordingni o'chirsam bo'ladi agar oxirgi gaplaringiz bo'lsa tinglovchilar uchun. Nima qilganingiz uchun, taklif qilganingiz uchun rahmat. Agar kimdadir qiziqqanlar bo'lsa, men o'sha kanalda yo'q bo'lsam kerak. Agar men LinkedIndan yoki menga aloqaga chiqsa, qo'ldan kelgancha tajribamni ulashishga yordam beraman yoki men networking tanishlarim orqali kimlarga ish topishga, boshqa qilishga tanishtirishim mumkin. Aytmoqchi bo'lganim katta rahmat.